Yana bir bor assalomu alaykum aziz takipchilarim, obunachilarim, xush keldilaring. Yaxshimisizlar? Hozirgi ko'radigan kartamizning nomi qanday haqiqat tez orada munosabatlaringizni o'zgartiradi. Ya'ni 3 ta karta olaylikchi. Qanday haqiqat tez orada munosabatlaringizni o'zgartiradi. Qanday haqiqat ekan? Qanday haqiqat? Atrofda bo'lib o'tgan g'iybatlar, atrofdagi sizga bo'lgan tuhmatlar hammasi yolg'on bo'lganligi ro'yobga chiqadi. Mana bu ayolni ko'ryapsizmi? Chunki o'zini qilgan aybidan o'zi pushaymon. Chunki arzimagan, bo'lmagan narsalarga, bo'lmagan tuhmatlarga qolgansizda, sizga ko'p tuhmatlar qilishgan. O'shalar o'rtaga chiqadi. O'rtaga chiqib, yavni yasna siz haqiqatda sizga tuhmat qilishganini hammasi biladi. Hammasi bilib, endi uzr so'ragani uzr so'raydi, so'ramagani indamay qolaveradi. Qilgan aybini iqror bo'libdi endi. Chunki haqiqatdan sizga tuhmat qilishgan. O'sha sir munosabatlarni o'zgartiradi. Bilasizmi? Qanday o'zgartiradi? Shuncha yildan beri o'sha tuhmat bilan yashagansiz. Shuncha yildan beri bo'lmagan narsaga haligi o'sha azobga chidab yashagansizda endi. Oilam deysiz, farzandim deysiz, akam deysiz, ukam deysiz. Endi o'shanga o'xshagan narsa. Lekin munosabatlarni ancha o'zgartirib boradi. Qani, yana 3 ta karta olaylikchi. Siz kechirimli bo'lavering. Kechirimli bo'lavering, siz yutib chiqasiz hamma joyda. Mana siz atrofingizdagilar, sizga tuhmat qilganlar vaqt soati kelib o'ziga yarashasini oladi. Siz hech narsadan siqilmang. Siz g'olibsiz hamisha. Siz yutib chiqasiz. Shuncha paytgacha chidab yashadingiz, bundan bag'iga rohatda yashaysiz. Karta shuni ko'rsatyapti. Mana qirolichasiz siz. Qirolicha bo'lib yashaysiz. Qanday haqiqat tez orada munosabatlaringizni o'zgartiradi? O'sha haqiqat munosabatlarni o'zgartiradi. Chunki oppoq bo'lib, sizni begunohligingiz, sizga tuhmat qilinganligi ro'yobga chiqadi. Lekin ancha vaqt o'tib ketgan, uni orasida qanchadan qancha azob chekkansiz, qanchadan qancha yig'lagansiz. Lekin endi Xudo xolasa hammasi yaxshiga yo'yilib, yaxshi bo'lib ketadi. Mana qarang. Hayotingizda katta o'zgarish yaxshilikqa. Avvalambor bu kartam kimga to'g'ri kelgan bo'lsa, aziz takipchilarim, kommentariyada yozib qoldirishlaringni istayman. Kim qanaqa tushunmagan joyi bo'lsa, so'rasa men javob beraman. Hammalaringga bitta javob beraman. Kimga to'g'ri kelmagan bo'lsa, menga to'g'ri kelmadi deb ham yozing. To'g'ri kelgan bo'lsa, to'g'ri keldi deb yozing. Ammo sizlardan bitta yurakcha istab qolaman. Rahmat sizlarga, hammalaringga sog' bo'linglar.